Velomoto kuzatuvchilar, sizlarga xudo xolasa 3 kun Ramazon hayiti munosabati bilan skidkamiz e'lon qilamiz. Skidkamiz aytishdan oldin bu skuterimizga prava nomer talab qilinmaydi. Modelimiz 2025-yil model, juda ham chiroyli. Bir so'z bilan aytganda sifat, kayfiyat bitta skuterda uyg'unlashgan skuterimiz. Xo'p, buni xarakteristikalarini tushuntirib o'tib ketaman. Ko'pchilikga ma'qul kelgan ikkita faralik, ikkita lupali skuterimiz. Kechpa yorishlar bomba, juda ham zo'r yoritadi. Skuterimiz dizayniga ham bitta chiroyli ahamiyat berib o'tasizlar, juda ham zo'r. Tablolarni ko'rsatib o'tib ketaman. Tablolar yangilangan. Tablo qolgan skuter nisbatan cho'zroq ishlangan, diodlar yangilangan diodda bo'ladi. O'zining заводской telefon qo'ygan postavkalari bor. Tormozi jitkis tormoz bo'ladi. Motor quvvati bo'lsa, motor quvvati 220 volt bo'ladi. O'zining dugalari ham juda ham chiroyli dugalari bilan bo'ladi. Xo'p, oyoq qo'yilgan заводской postavkalari ham bor. Ko'pchiliklarga so'rardilar, ikkita o'rindiqli skuter deb so'rardilar. Mana sizlar so'ragandek, ikkita odam o'tiradigan skuterimiz. Orqada odam o'tirganda o'zining zavasiga oyoq qo'ygan postavkalari ham bor. Amazatlar juda ham yumshoq ishlaydi. Skuterimizni ahamiyat berasizlar qanotlariga, har bir detallariga qanday e'tibor bilan ishlanganligi. O'zining zavasiga orqa qanot dugalari ham juda ham baquvvat bo'ladi. Orqa faralari tonus berganda yonadi. Farolniklari ham juda ham nebichni ishlangan. Xo'p, bu skuterimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi faqat 3 kun Ramazon hayitining 3-kunigacha amal qiladi. 4.800.000 so'mga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. 4.800.000 so'mga bu skuterimizni xarid qilasizlar va bonusga 250.000 so'mdan sotilgan bolalar velosipedchamizni esa bonus tarqasiga qo'shib beramiz. Bu velosipedchamiz ham Xitoy davlat ishlab chiqarilgan bo'ladi, O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan. Sifati, kayfiyati bu ham prosta bomba, juda ham zo'r. Kimga zarur bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlar aloqaga chiqinglar. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bor yetkazib beramiz.